Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün fiqh dərsimizin 22-ci dərsini oxuyumuz. Biz bugünkü dərsimizdə meyitə əlaqədar hökmlər bilan tanışıb çıxımız. Onda olsa biz dərsimizni başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Əmdi meyitning hüquqlari qaysi? Yəni bir adam ölüşdən ilgari nimalarni qilishimiz kerak uningga nisbatan? Ölgəndən keyin nimalarni qilishimiz kerak? Yani meyitning qandaq haq-huquqlari va biz ado qilishga tegishli. Huququl meyit. Meyitning haqlari furud kifoya, yani farz kifoya bo'lgan haqlari bor. Yani bir bo'lak odamlar ado qilsa, boshqa kishilarning gunohi saqit bo'lgan haqlari bor. Ular qaysi? Birinchisi, bir odam vafot bo'lgan ekan, tunji qildigan ishimiz uni qanday qilish? Yuyimiz. Yani g'usl qildiramiz. G'usl qilishning shakli xuddi junubdan yuyunğanğa o'xshash shaklda g'usl qildiramiz. Ikkinchi haqqi kepanlash. Kepanlashning eng o'lchamli holati hayoti dunyoda kelganga o'xshash. Er kishi olsa 3 kiyim, ayol kishi olsa 5 kiyim bilan kepanlash. Eng oz o'lchami badanni to'liq yopqidek bo'lishi kerak. Uchinchi haqqi uningga namoz o'qish. To'rtinchi haqqi dafn qilish. Mana bu 4 haq farz kifoya bo'lgan meyitning haqlari. Uningdagi sunnatlari. Birinchisi kasal bo'lib qolgan vaqtida uni yo'qlash. Uningga ruqiy o'qish, ya'ni ruqiy o'qiydigan duolarni, oyatlarni o'qib, uningga yurish. Mujamalatul marid, kasalga chiroyli gaplarni qilish. Allah Taala sizga shifolik bera, saqayib ketasiz deganga o'xshagan. Endi ihtidorihi, sakratga tushgan vaqtida qilishga tegishli sunnatlar ifja'ihi ala janbihil ayman ila al-qibla. Qiblaga qaratib, o'ng tarafida yotqizish. Ya'ni o'ng tarafini besib, yerin yotqizish. Ikkinchidan bir qatim shahodat kalimasini tegizish. La ilaha illalloh deb uningga talqin qilish. Ügütüş sakatga tushgan vaqtida. Uningdan keyin qiraatul Qur'on indal muhtadar. Sakatga tushgandan qishda Qur'on o'qish. Uningdan keyin vafot topgan bo'lsa, jon uzgan bo'lsa, kishilarga e'lon qilish. An-na'i. Uningdan keyin uni hozirlash bilan yuyishga, kepanlashga, namozni tushirishga, dafn qilishga oldirish. Endi shahid kiyim bilan kepanlanadi, ayrim raxt yo'gelmaydi. Ama namoz o'chiriladi bizning Hanafiy mazhabda. Ama yuyulmaydi. Endi meyitga aloqador haq-huquqlar bilan tanishib chiqdik. Endi biz meyitga o'qiydigan namoz haqida to'xtalamiz. Salatul janoiz, meyit namozi yoki janoza namozi. Meyit namozining farzlari bor. Vaciblari var. Farzi qaysi desa at-takbiratul arba. Yani takbiratul ihram ve uningdan keyingi 3 takbir. Keyindagi 3 takbirning har birisi bir rakatga barobar. Undan keyin qiyam, o'ri turish. Mana bu 2 farz var. Birinchisi 4 takbir, undan keyin qiyam. Bu 2 ishning qaysi chiqib qolsa, meyit namozi ado bo'lmaydi. Vacibi çoğu dese vacibi bir o bolsumu 4. tekbirden keyin 2 tarafga salom berish. Endi sunnati çoğu dese sunnati tuandikcha at-tahmid va sana. Yani birinchi takbirni takbiratul ihrom qilib bo'lgandan keyin subhanakallahumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Yani bunu o'qish sunnat. Uningdan keyin ikkinchi takbirdan keyin Allohu akbar deb ikkinchi takbir qilib bo'lgandan keyin Allohumma salli alayhi o'qish kerak. Uningdan keyin uningda yani 3. takbirdan keyin duo qilamiz meyitga va musulmonlarga duo qilamiz. Xususiy duosi bor meyit namozining. Shuni o'qiymiz. Uningdan keyin imom er va ayol olsun ko'krak tarafida turadi. Janozani to'g'ri qo'yadi, shuning ko'krak tarafida turadi. Yana bir gap, birinchi takbirda Allohu akbar deb qo'limizni ko'taramiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi takbirda qo'limizni ko'tarmaymiz. Bizning Hanafiy mazhabda qo'limizni ko'tarmaymiz.
Endi buning namoz o'qish shaklini bir bayon qilib o'tsak, ya'ni kayfiyati, namoz o'qiydigan odam faqat birinchi takbirda qo'lni ko'taradi. Ayyarfa'al musalli yadayhi fi takbiratil ula faqat. Birinchi takbirda qo'lni ko'taradi. Allohu akbar va yad'u ba'daha bi du'a as-sana. Ya'ni sana duosini o'qiydi. Ya'ni qaysi sana duosi? Subhanakallahumma va bihamdika o'qiydi. Ondan keyin Allohu akbar deydi, qo'lni ko'tarmaydi. Allohu akbar deb bo'lgandan keyin Allohumma salli ala bilan Allohumma barik alani o'qiydi. Xuddi tashahhud o'qiganga o'xshash. Ikkinchi takbirdan keyin. Ondan keyin uchinchi takbirni o'qiydi. Uningda o'ziga, maytga, musulmonlarga duo qiladi. Allohumma g'firli. Uning oxirgi vaqti shu duoni, shuni o'qiysizlar. Ondan keyin to'rtinchi takbirni qiladi. To'rtinchi takbirni qilib bo'lgandan keyin salom beradi. Buning shakli shu. Ya'ni namoz o'qiydigan odam Allohu akbar deb birinchi takbirni qildi. Undan keyin subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Undan keyin Allohu akbar dedi. Qo'lni ko'tarmaydi. Undan keyin Allohumma salli alayhi o'qiydi. Undan keyin Allohumma barik alayhi o'qiydi. Undan keyin Allohu akbar deb o'ziga, maytga, musulmonlarga duo qildi. Undan keyin to'rtinchi takbirini o'qiydi. Allohu akbar deb. Undan keyin ikki tarafga salom berdi. Shuning bilan mayt namozi tamom. Unda bo'lsa vaqtdoshlar bizning mayt namoziga aloqador bo'lgan hukmlar mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.